Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshib Ya'la ibn Munayya radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan g'azotga chiqishga ruxsat so'radim. Hamda kishilarga men yoshdan qolgan kishiman. Xizmatchim ham yo'q. Shunga menga yaxshi xizmat qila oladigan xizmatchi izlayman. Ish haqi hisobida g'animatdan ulushini beraman dedi. Oxiri men bir kishini topdim. Yo'lga chiqishga tamshalganda u yinimga kelib, "Menga berilgan ulushning qanchalik bo'lganligini bilmayman. Shunga g'animatdagi ulushdan bo'lamdi yoki puldan bo'lamdi, menga berilgan haqni aniq belgilab bergan" dedi. Shuning bilan men uningga 3 dinar ish haqi bekitdim. G'animat kelgan chaqda men uningga ulushini bermoqchi bo'ldim-yu, turibla dinarlarni aslab qoldim-da, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yiniga kelib, uningga buni so'zlab berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u bu g'azotdan dunyo va oxiratda faqat o'zi aytgan dinarni oldi xolos dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Amir ibn Uqash jahiliyat davrida jazoni oladi. U oldigan jazonlarning hammasini elib bo'lguncha islom diniga kirishni xalab ketmadi. Uhud urushi bo'lgan kuni u tag'amning o'g'illari qani deb so'ragan edi. Kishilar ular Uhudda deb javob berdi. U paloni qani deb so'ragan edi. Ular umi Uhudda dedi. U yana pukuni qani deb so'ragan edi. Ular umi Uhudda dedi. Shuning bilan u savut va dubulg'alarni kiyib itiga mindi va Uhudga qarab otlandi. Musulmonlar uni ko'rib, "Ey amir, bizdan yiroq turgan" deyishdi. U "Men iymon etdim" dedi va jangga kirib yaralandi. Keyin u yardar holatda oilasiga opirildi. Said ibn Muaz radhiyallohu anhu uning uyiga kelib, uning hamshirisiga uningdan so'rab baqqan. U bu qitim qavmi uchun urushibdimi yoki ochig'i kelganlik uchun urush qilibdimi va yoki Alloh va uning payg'ambari uchun g'azablanib urush qilibdimi dedi. Hamshirisi uningdan bu savolni so'raganda u Alloh va uning payg'ambari uchun g'azablanib urushdim dedi va shu jarohati sababli jon uzdi. Natijada u Alloh roziligi uchun bir rakat namoz o'qimasdan jannatga kirib ketdi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. G'azot ikki turlik bo'ldi. Biri bir kishi Alloh roziligini ko'zlab g'azotga chiqsa, qo'mondoniga itoat qilsa, yaxshi ko'rgan narsalarni Alloh yo'lida sarf qilsa, savdoshlariga qulaylik yaratib bersa va buzuqchilikdan saqlansa, uning uxlagan va o'yg'oq holatining hammasi ajrdir. Yana biri agar bir kishi faxrlanish, boshqalarga ko'rsatib qo'yish va anglatish maqsadida g'azotga chiqib, qo'mondoniga osiylik qilsa va zaminda buzuqchilik qilsa, bundoq kishi ajrsiz quruq qo'l qaytadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni tunji bo'lib ustidan hukm chiqarilgan kishi shahid bo'lgan odamdir. Allah u odamni elib kelib, uningga o'z ne'matlarini tunutdi. U odam tunuydi. Allah uningdan "Sen u ne'matlar bilan nima amallarni qilding?" deb so'raydi. U odam "Sening yo'lingda urush qilib shahid bo'ldim" deydi. Allah uningga "Yolg'on etding. Balki sen qahramon deb atilish uchun urush qilding va bu so'zlar sana deyilib bo'ldi" deydi. Ondan u do'zaxga buyurildi va yuzichi so'riltib do'zaxga tashlandi. Ondan ilm o'rgangan va o'rgatgan, shundaqla Qur'on o'qigan kishi hozir qilindi. Alloh uningga o'z ne'matlarini tunutdi. U odam tunuydi. Alloh uningdan "Sen u ne'matlar bilan nima amallarni qilding?" deb so'raydi. U odam "Ilm o'rgandim va o'rgatdim. Sening roziliqing uchun Qur'on o'qidim" deydi. Alloh uningga "Yolg'on etding. Balki sen olim deb atilish uchun o'rganding. Qur'onni qori deb atilish uchun o'qiding.
bu so'zlar sana deyilib bo'ldi, deydi. Ondan u do'zaxga buyurildi va yuzicha so'riltib do'zaxga tashlandi. Ondan Allah turlik mol dunyolarni berib, kengchilik ato qilgan kishi hozir qilindi. Allah uningga o'z ne'matlarini tundidi. U odam tunuydi. Allah uningdan sen o ne'matlar bilan nima amallarni qilding deb so'raydi. U odam sening roziliqing uchun sen pul mol sarf qilinishni yaxshi ko'radigan yo'llardan birini qoldirmay sarf qildim, deydi. Allah uningga yolg'on etding. Balki sen sehiy deb atalish uchun pul sarf qilding. Bu so'zlar sana deyilib bo'ldi, deydi. Ondan u do'zaxga buyurildi va yuzicha so'riltib do'zaxga tashlandi.